Darhaqiqat, Prezidentimiz tashrif doirasida kecha Xonqa tumanida barpo etilgan mebelsozlik kichik sanoat zonasini borib ko'rdi. Urganch xalqaro aeroporti yaqinida 130 gektardan ziyod hududda bunyod etilayotgan Al-Xorazmiy shaharchasining qurilishi jarayonlari hamda Urganch-Xiva elektrlashtirilgan temir yo'lini ko'zdan kechirdi. Davlatimiz rahbari Arda-Xiva xalqaro turizm markazida xorazmlik yoshlar bilan samimiy muloqot qildi. Prezidentimiz oldindagi rejalarni amalga oshirishda yoshlarga ishonishini alohida ta'kidladi. Mamlakatimiz bo'ylab amalga oshirilayotgan islohotlarning samarasi Xorazm viloyatida ham yaqqol namoyon bo'layotgani butun xalqimizga katta xursandchilik baxsh etmoqda. Hurmatli Prezidentimiz mana shu Xorazm yoshlariga, ijtimoiy soha, qolaversa butun Xorazm aholisiga juda bir ajoyib sovg'a tuhfa qildilar. Bu Urganch davlat tibbiyot institutining tashkil topishidir. Bu juda tarixiy katta ahamiyatga ega bir voqea bo'ldi deb aytishim mumkin. Chunki butun asrlar davomida mana shu xalqimizning orzu umidlari bo'lib kelgan. Qolaversa bu bizga bir katta bir mas'uliyat yuklaydi. Mana shu aholimizning tibbiyot sohasi, shifokorlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish, ularni zamonaviy tibbiy yordam ko'rsatishni bizdan talab qiladi. Bugungi kunda mana shu yangi institutimizda 1200 nafar 10 ta davlatdan kelgan xorijiy talabalar. Bu mana bizning yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasining 30-yilgacha bo'lgan dasturida mana shu O'zbekiston oliy ta'lim tizimini katta bir hubga aylantirish rejasi qo'yilgan. Mana shuni biz amalda bemalol ko'rsatib berishimiz mumkin. Mana bugun hurmatli Prezidentimiz Xorazm viloyatining turistik salohiyatlarini oshirish, turizmni yanada rivojlantirish to'g'risida ko'plab bizga mana shunday topshiriqlar berdilar. Men shuni o'zimga shunday bir qaror qabul qilib oldimki, mana tibbiyotda ham tibbiyot turizmi bor. Biz mana shu tibbiyot muassasalarimizni rivojlantirib, xorijiy bemorlarni bugungi kunda mana bizani aholimizni ko'pchilik qismi Turkiya, Hindiston yoki Rossiya Federatsiyasiga ketib davolanmoqda. Mana shularni o'zimizda qolaversa biz xorijiy bemorlarni kelib o'zimizda mana shu tibbiy xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yishimiz kerak deb o'ylayman. Mana keyingi e'tibor berayotgan bo'lsak, keyingi 3-4 yilda Xorazm vohasida keskin o'zgarishlar bo'lyapti. Bugungi mana shu oddiy ko'chalarimizdagi yashillik, ko'chalarni obodonlashtirishi, mahallalarni obodonlashtirishi mana bugun yana qanchadan qancha mana shu aholimizni yaxshi turmush tarziga ega bo'lishi uchun katta miqdordagi pul ajratildi. Men o'ylayman, bizni mana shu aholimiz ruhlanib, bundan keyin ham g'ayrat shijoat bilan ishlashimizga da'vat qiladilar.